People tarqatamiz dedik, sencha. Faqat hammasini chopib qo'ymaylar. Yoshab ketasizlar. Bo'lsa. Assalomu alaykum. Keling. Instagramdan ko'rib qoldimdan keyin sizlarga obuna bo'lib. Yashang, rahmat. Yashang. Yomg'irda men qorni men sizlarga sizlar-ku. Sizlar guvohlikingizda bo'ldi-da. Yaxshi ketadi. Uyga jiyanlar bor. Sizga people tarqatamiz dedik, sencha. Mana degan gapirgan. Bu bizlar savdo qilishi, xarid qilish emas, shunchaki kelgan demayman. Ha, mana bu bojon sizga bu. Oling opajon. Rahmat. Abi kofidan ichib, xudo olasa. Mana opajon. Rahmat, yashaylik. Qani qiling. Mayli. Opamen, keling. Jonlar sog' bo'lsin. To'xtang, kofe ham mana hozir. Ben kofini içi olayım. Bu labda bu işi olursa bu iş tügemaydi. Tugamaydi, obodon. Tügemaydi. Nima o'ylab? Bu hayot yeri. Bu labda. Yugurib oydirgan. Ish qochib ketmaydi. Omam ham yugurdi, buvam ham yugurdi, tugamadi. Mana biz ham yugurayapmiz, tugamayapmiz. Atrofda oddiy odamlar to'la, bajaradi har kuni bir qilish. Ular toza qiladi-ku yo'lim, men bilaman faqat kir qilish. Oddiygina kiyimlarda ular, ba'zan xallat, ba'zida uniforma. Aslida jin qahramonlar shular. Shuncha yillar yashadim shuni ko'rmay. Belini ayamay sovuqlarda, ishlarga qilmasdan kinoya. Ular chinakam qahramonlar.